Sizga boqib turgan bu tiyron ko'zlar meniki emas do'stlar. Bir voqea so'ylay, siz bir oz o'ylang. Dunyoga ko'r bo'lib kelgan edim men. Bechora dedilar qismatim ekan. Bilmasdimki hech nima, yo kunduz nima, bahor o'zi nima, yo yulduz nima. Ertadan kechgacha o'tirardim jim. Axir yumuq edi mening ko'zlarim. Bir kuni Toshkentdan dadam doktor olib kelibdi. Quvondim biram. Professor ekan, ko'rdi ko'zimni. Tingladi hasratli, mungli so'zimni. Davolayman dedi. Ammo juda qiyin. Dilim tug'yon urdi daqiqa sayin. Buning bir yo'li bor. Yurtda bir odam o'z ko'zini bersin. Dahshat bo'lsa ham, garchi